2025-yilda bahor oyida biz, xo'p, uyingiz mana shunaqa 5 xona uyga nima deydi, beton urib bergansiz, lekin usta solib, xomg'ish nechi bo'ladi, usta haqi nechi bo'ladi, qiziqyapsizmi? Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalar, mana shu hozir 5 xona uyga nechta pishig'ish ketyapti, ustalar necha puldan ishlayapti, necha kunda bitkazyapti, hammasini to'liq ma'lumotini beramiz. Xo'p, ko'rib turgan joylaring 5 xona ekan, bat mehmonxona bilan hammom tualet, nariyog'i oshxona ekan. Bag'da adashmasam 2 xonasi bag'ida ekan. Usta aka, hormanglar. Salomat bo'ling. Charchamayapsizlarmi, tuzuymisiz? Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. 5 xona uy dedim aka. Aha. Nariyog' mehmonxonasi bor, oshxona tualeti. Ba'da mehmonxona mana bu ekan. Ha, bu mehmonxona ekan. Betonlarda shunaqa qilib quydirishgan ekan. Biz bu yerda g'ish xizmatini qilyapmiz hozir. O'zi biz ham fundament quyamiz u. Lekin bu tayyor joyga keldik. Buni mehmonxona qilishgan ekan. Nariga ham bitta spalniy ekan, ichida hammom tualeti, o'sha bitta oila uchun, ish pishirishda urilayotgan joy, hammom tualeti uchun bitta spalniyga qilingan ekan. Endi bu yerda yana bunisi 6 ga 4 ekan mehmonxona. Bat 6 ga 4. Narigisi 5 ga 4 ekan. 6 ga 4, 5 ga 4. Bu yerda bitta 4 ga 5 bitta zal bor ekan. Spalniy 4 ga 4, keyin 1,5 ga 4 bitta nimasi ham bor. Uni ham ichida hammom tualeti bor. Keyin oshxona. Oshxonamiz podvalli bo'lgan. Podvaldan foydalansalik, yashasa bo'ladigan qilib qilinibdi. 5 ga 4 ekan. 5 ga 4 ekan. Bo'ldi. Xo'p, hozir bitta gaplashib chiqdik. Xomg'ishdan qilib 50 mingta xomg'ish ketibdi. 50 mingta xomg'ish ketyapti. 50 mingta xomg'ish ketgan bo'lsa, bitta kalkulyatsiya qilib beraveraymi? 50 mingta nech puldan olindi aka? Nech pul bo'lyapti? G'isht, xomg'ishni 610 so'mdan yetib keldi. Yo'l kirasi bilan. Yo'l kirasi bilan yetib kelishi. Bular hozir yangi g'isht emas, o'tgan yili saratonda quyilgan, rosa pishgan, obto yegan, quyosh yegan g'ishtlar. O'shani hisobiga ozgina hozir hali havolar isib ketsa, yangi g'ishtlar tushsa narxi tushadi, lekin bular hozir toza turpoq. Uyda egasi bilan borib ko'rib keldik. Joylari, turpoqlar nihoyatda toza, agoroddan quyilgan ekan. Ya'ni mashinasiga ham e'tibor berishga, usta o'zi maslahat berish kerak-da uyda egasiga. Mashinasiga e'tibor qilinadi-da. Xomg'ishlarda ko'p sho'ri ko'p. O'shani hisobiga hozir boshqa demak 500 so'm, 450 so'mdan ham topsa bo'larkan-da xomg'ishni. Masalan, arzonrog'ini ham. Yo'q, hozircha qiyin. Hozirgi dalniy momentda 550 so'mgacha xomg'ish bor. Eng arzoni. Ha, eng arzoni. Eng arzoni. Lekin bu ishlanishni yo'l kirasi bilan 610 so'm ekan. Ha, o'zi g'ishtni ham sifatini ko'rib tursiz. Biz Langardan olib kelyapmiz g'ishtni. Langardan. Ha, xudo xolasa borib ko'rib keldik, sho'ri yo'q, yaxshi. Keyin biz e'tibor qilgan bo'lsak, rastvorda uryapmiz. Ha. Sababi keyin ko'pchilik seysmopoezdda ozgina har xil sharoit bo'ladi. Seysmopoez bitta sababi seysmopoez yo'q buni. O'zi asli xomg'ishda biz 99% seysmopoezlikka nima qilamiz? Sababi endi baquvvatroq bo'ladi, shunisi. Yer qimirlash holati, tiziq tushib qolishi, shunaqa holatlari ham bo'ladi-da xomg'ishda. Biz endi buni rastvorda urayotganimiz sababi o'sha seysmopoezi yo'q, keyin turpoqlarda ko'p sho'r chiqyapti. Ha, sho'r chiqdi. Ikkita vazifa hisobiga biz rastvorda uryapmiz. Aka, mana shuni aytib o'tib ketaylik. Maslahatingiz mana olmayman. U pishig'ishda uribdi qo'shni. Sho'ri bor ekan-da pishig'ishda. Xo'p, xomg'ishda urgan yaxshimi, pishig'ishdami? Yo hozir odamlar pena-blok, shlaka-blok uyni ichiga qilib yuborishyapti-yu, tashqari tomoniga masalan xomg'ishni ko'tarib, bo'lingan qismini shlaka-blok, pena-blok urishyapti. Hammasini o'zini vazifasi, o'zini nimasi bor. Misol menga qolsa, xomg'ishda uryapman. Hozirgi momentda yozgi kunida bizda havolar juda issiq. Bizda oldin ota-bobolarimiz guvalayda bekorda qilmagan-da, salqini yaxshi bo'ladi. Hali zichiligi lekin pishig'ish baquvvatligi nimaligicha buni seysmopoez qilsangiz, o'sha seysmo nimani pishig'ishni vazifasini bu ham bajaraveradi. Bu ham. Keyin ko'pchilik qo'rqib qoldi, mana oqarib qolgan bu sho'rlik hisobiga, o'sha hozir aytib o'tganingizdek, shundan jicha qo'rqib qolishdi. Endi yaxshi g'ishlar ham bor-u. Hozir pishig'ish narxi nech pul bo'ldi pishig'ish? Pishig'ish 1050 so'm. Yetib kelishi bilan, yo'l kirasi bilan. 1050 so'm. Mana shu Marg'ilon territoriyasiga 1050 so'm. Bitta xomga masalan 2 baravardan tushar. Ha, 2 baravar to'g'ri. Ha. Bo'ldi, 2 baravardan tushar. Bo'ldi, bitta narxini hozir nechta g'ish ketdi baqa? Balki 50 mingta g'ish, 5 mingdan oshiqroq pishig'ish ketadi. Hozir 50 mingta bo'lsa 30,5 million ekan. Pishig'ish nechta ketdi? Pishig'ishda 7 ming. 7 mingta. 7 ming bo'lsa 7300, xo'p. 7 million 350 ming pishig'ishda o'zi bo'pti. 7 million 350 ming bo'lsa, ani 30 million 500 bo'pti.
Общий 37 million 800. 37 million 800 ga xudo 37 million xolasa 800 ga общий nima deydi? Pishig'ish, xomg'ishlari 5 xonaniki tayyor. Tayyor Ortiq kam bo'ladi. bo'lmaydi. xudo xolasa Endi tayyor. o'zlari usta haqlari necha pul bo'lyapti? Biz to'g'ri xomloyda bo'lsa 450 so'm uryapmiz. Aha. Xomg'ishni. Mo rastavolniyda bo'lsa 500 so'm uryapmiz. 500 so'm. Pishiq ishlarda 600 so'm uryapmiz. Hozir 500 so'm, 500 so'mdan hisoblab ketsa 50 mingtani tushamiz-da, to'g'rimi? 500 so'mdan bo'lsa 50 mingta, hop 25 million. 25 million ketibdi. 25 million. Endi anu qancha 600 so'mdan pishig'ishda. Aha. U 7 mingta bo'ldimi? U 7 mingta. 7,5 mingta hisoblaysiz. 7,5 mingta. 25 millionga 4,5 million. 30 million bo'pti ag'a-bag'a. 30 million bo'lsa yaxshi, 30 millionga. Hozir 5 kishi, 5 kishi necha kunda kelgan aka, mana shunaqa 5 xona uylari bo'lsa. Hozir Ramazon oyi o'shani hisobiga 2 haftaga borib qoladi. Biz 3 ming, 3,5 ming, 3,5 mingtani yonimizda g'ish uryapmiz. Jitta ertaroq qaytyapmiz. Shu hozirgi dalniy momentda o'sha 3,5 mingtagacha g'ish uryapmiz bir kunda. Hozir общий qilib hisobladim. 3000 dollarcha xom ashyoga ketibdi. 2000 dollarcha sizlarning usta haqlaringga ketibdi-da. 5300 dollarga hozir mana shu ko'rib turgan 5 xona uylarning xom ashyosi usta haqlari bilan to'sin tashlashga tayyor bo'ladi. To'sin tashlashga tayyor bo'ladi. Sizlar to'sin ham tashlab beraverasizlarmi? Ha, bizning ishimiz, asosan bizning ishimiz uylarga fundament beton quyamiz. Keyin g'ish ishi, seysmopoyez, tom. Keyin zina quyamiz, lesnitsalar. Bo'ldi. Bizning adresimiz Marg'ilon O'ran Somorda. O'zbat Qaqir tomon ekan, bu qo'shnimiz, mahalladoshimiz. O'sha sabab bu tomonlarga keldik. Bitta ham mana rizqimiz bor ekan. O'sha aka mabodo vaqtlaring hozir qanaqa? Tugaganmi yo sezonga? Hozir masalan endi ro'za tugagandan keyin sezon boshlanadi o'zi. Xudo xolasa, hozir bir narsa deyishim qiyin, ma'lumotini yana sizga bir qator aytaman, xudo xolasa. Bo'ldi. Lekin o'zi brigadalar bor, mabodo mana shu atrofda bo'lsa. Brigadalar bor, sheriklarimiz bor. Bo'ldi. Shu 5300 dollarga mana shu uylar tayyor bo'ldi. Ustaga endi maslahatingiz bilan xomg'ish bo'ldi. Bo'ldi. Xomg'ish bo'ldi. Akalar, bu videoda mana 5000 nima deydi, 6 soti, 7 soti xonadon, bir 5 xona hamma yo'g'i bor uyda, uyingiz bo'lsa, masalan 5300 dollar pul qilib bemalol usta haqqi tom yopilgungacha bo'lgan joygacha rasxodi shuncha ketar ekan. Video yoqqan bo'lsa, o'sha aytganimizdek like bosasiz. Keyin mana shunaqa qurilish qilmoqchi bo'lgan, necha pul ketar ekan deb o'ylanib yurgan do'stlarga tashlab qo'yinglar, manfaatli bo'ladi.